Har 7 kun davomida limon suvini ichsangiz, quyidagi o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Biroq bu mo'jizaviy davo emas va natijalar har bir odamda turlicha bo'ladi. Birinchi, organizm yaxshiroq namlanadi. Ko'pchilik oddiy suvni kam ichadi. Limon qo'shilgan suv esa suv ichishni yoqimliroq qiladi. Natijada organizm yetarli suyuqlik bilan ta'minlanadi. C vitamini qabul qilish. Limon C vitaminining manbai bo'lib, immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Teri kollageni hosil bo'lishiga yordam beradi. Antioksidant sifatida hujayralarni himoya qiladi. Hazm qilishga yordam berishi mumkin. Ba'zi odamlarda ertalab iliq limonli suv ichish hazm jarayonini yaxshilashi yoki ich qotishini kamaytirishga yordam beradi. Ammo bu hamma uchun bir xil ta'sir qilmaydi. Shirin ichimliklar o'rnini bosish uchun iste'mol qilish. Agar gazli yoki shakarli ichimliklar o'rniga limon suvi ichsangiz, kaloriya iste'moli kamayadi. Vazn nazoratiga yordam beradi. Nafasni biroz tetiklashtiradi. Limon og'izdagi yoqimsiz hidni vaqtincha kamaytirishi mumkin, ammo og'iz gigiyenasining o'rnini bosa olmaydi. Ehtiyot bo'lish kerak. Limon suvini ham ayrim kamchiliklari mavjud. Bular tish emalini yemirishi mumkin. Chunki limon kislotali. Iloji bo'lsa, somoncha orqali iching va keyin oddiy suv bilan og'zingizni chaying. Oshqozon kuyishi yoki gastriti bor odamlarda noqulaylikni kuchaytirishi mumkin. Chunki juda ko'p limon qo'shish tavsiya etilmaydi. Qanday ichish tavsiya etiladi? 1 stakan 200-300 ml suvga qo'shiladi. Yarim limon sharbati ertalab yoki kun davomida ichish mumkin. Shakar qo'shmaslik tavsiya etiladi.